Yordam beringlar, qo'linglardan kelganicha shu qizimni ko'zi ham ko'rib qolsin. Yosh narsa ko'zi ko'rmay qolsa qiyin ekan. Biz 23 yildan beri kvartirada turamiz. Azizlar, biz bugun Qorasuv shahar IT va ko'chasi 30-uyga bir muslima opamizni ziyoratiga kelganmiz. Bu yerda shu temir yo'lini, mosti, temir yo'lini ko'prigini tagi desa yaxshiroq bilishadi. Bu opamizni bizga murojaat qilishiga nima turtki bo'ldi? Bu opamizga biz qanday yordam bera olamiz? Inshaalloh sizlarga suhbat davomida aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Assalom. Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Opa, sizni ko'rib turgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'tsangiz, tanishtirib o'tsangiz. Ahmadjonova Shahnoza, 42 yoshdaman. 2 qizim bor, 2 qizim bilan kvartirada turamiz. 23 yildan beri kvartirada turamiz. Nima katta qizim jicha og'rib, shunga haqqa murojaat qilishga majbur bo'ldik. Bu qizimiz nima bilan og'riydi? Qizimiz o'tgan yildan beri epiletsiyaga o'xshab og'riyapti. Borib doktorlarga ko'rsatdik. Ko'rsatsak ham baribir og'rib ana bo'lib turdi. Endi shundan keyin ko'zi ham ko'rmay qoldi qizimizni. Qizimiz 90% ko'zi ko'rmayapti hozir. 10% ko'ryapti degan srochniy operatsiya bo'ldi. Yordam beringlar, qo'linglardan kelganicha shu qizimni ko'zi ham ko'rib qolsin. Yosh narsa ko'zi ko'rmay qolsa qiyin ekan. Qo'limda bo'lganda men xalqdan yordam so'ramasdim. O'zim uy-joyim bo'lganda ham sotib bo'lsa ham davolatardim. Yordam beradiganim yo'q, iloji yo'q. Majbur bo'ldim yordam so'rashga. Qizim, ismingiz nima? Muhsina qizim, xudo xolasa siz yaxshi bo'lib ketasiz. Saxovatli xalqimiz sizni bunaqa holatda tashlab qo'ymaydi. Qo'ldan kelganicha harakat qilamiz. Yaxshi insonlar ko'p. Inshaalloh Alloh taolo tez kunlarda sizni ko'zingizda operatsiya bo'lib, Alloh shifo berib, shu shifo berishligiga yaxshi insonlarni siz bilan bizni sababchi qilsin.